Shu to'lqin nafs dizayner shu sprey bilan ishlaydi nima qilardim? Bemorimizda Qirg'iziston Respublikasidan bizga murojaat qilganlar. 1 oy oldin operatsiyalarni o'tkazganmiz. Bemorimizda umuman burundan nafas olish yo'q edi. Spreylarga ham o'rganib qolgan edilar. Doim sprey bilan yurardilar. Mana hozir holat ideal holatda, mana burun to'sig'i tekis turibdi, chig'noqlar korreksiya qilingan, tomoqqacha ko'rinib turibdi. Qanaqa hozirgi holatlar? Hozir holat zo'r nafas olyapman. Yaxshimi? Yaxshi, Allohga shukr. Shu to'lqin nafs dizayner shu sprey bilan ishlaydi nima qilardim? Og'iz ochilib uxlardim. Qurib yotardim ko'proq. Operatsiyadan keyin qancha vaqt ishlatsangiz spreyni? Operatsiyadan keyin umuman ishlatmadim. Ishlatmadingiz? Yo'q. Yaxshi. Xudo xohlasa bu yog'ig'ima ishlatmang spreyni. Mazza qilib nafas olasiz. Endi qarang, spreyni ishlatgandagi nafas yaxshimi yo hozirgi nafas yaxshimi? Hozirgi nafas yaxshi. Yaxshi. Mana necha yildan qiynalib yurgan odamlar bor-da, sprey sepadi, boshqa qiladi, qo'rqib yuradi. Operatsiya qo'rqinchli narsa-da. Mana siz shu narsani boshdan kechirdingiz. Qanaqa ekan operatsiya qo'rqishga arziydimi? Nafsingizni sepib yillar davomida qiynalib yurishga arziydimi, arzimaydimi? Yo'q, arzimaydi. Operatsiyada og'riq bo'ldimi, bo'ladimi? Og'riq bo'lmadi. Oson o'tdi, bilmadim. Operatsiyadan keyinchi? Yo'q, operatsiyadan keyin og'riq ham bo'lmadi keyin. Unaqa spreyga hojat ham qolmadi.